到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Asqar。上一节课呢，我们学了这个生词总动员的第一部分，今天我们来学一下它后面啊。алдыңғы мұшы хам сөздің кейерімін өтіп ерімін қойып қойған тұққы бүгін шының ақырсыны өтетелі。先把前面的这个内容呢，跟我一起来读一下。严重，严重，最好，最好，住院，住院，不然，不然，危险，危险，下周，下周，女儿，女儿，但是，但是，耽误，耽误，记着，记着，按时，按时，饮食，饮食，清淡，清淡，水果，水果，晚饭，晚饭，尽量，尽量，降血压，降血压，作用，作用。好，那我们呢，继续我们今天的内容。第一个是注意，注意，一个3点水，一个主啊，一个点横横竖横。一呢，一个力，一个日，一个心。注意deganimiz diqqat qilish, diqqat qilmoq degandek ma'noda. 比如说 saboqdashlar muallim o'tgan darsni diqqat qilib anglanglar desak, 同学们注意听老师讲课。同学们注意听老师讲课desak bo'ladi.那masalan doskaga diqqat bilan qaranglar desak, 注意看黑板，注意看黑板。那 yo'ldan o'tgan vaqtimizda qizil chiroqqa diqqat qilaylik desak, 过马路的时候注意红绿灯，过马路的时候注意红绿灯 deymiz。 这个呢是注意。下面一个每天，每天撇横，然后下面是一个母，对吧？然后天呢横横撇捺。每天deganimiz her kuni。那其实每degan her degan ma'nosi bor. Her kuni bo'lsa 每天, her oyda bo'lsa 每个月, her yili bo'lsa 每年degandagi her deymiz,每degani. 那每天个cümle tuzsak, ben her kuni tushda maktabda tamoq yeyman desam, 我每天中午在学校吃饭。我每天中午在学校吃饭。Men her kuni mushu 10 sözlük ügünümen desek, 我每天学10个生词。我每天学10个生词。Men her kuni muallim bergan topshiriqni vaqtida ishlayman desek, 我每天都按时完成老师布置的作业。我每天都按时完成老师布置的作业。我每天都按时完成老师布置的作业 deymiz。 好，这个是每天 her kuni。 Sizlar her kuni ko'rishamsizlar? 你们每天都见面吗？你们每天都见面吗？desak bo'ladi。好，下面一个热水，热水，一个提手旁是吧？横斜钩撇点，下面一个4点底，水呢竖钩横撇撇捺。热水ıssiq suv。那bu ıssiq suv degan qiziq suv emas. qiziq suv nima deymiz? 那就是这个烫水或者是高温的水desak bo'ladi。那热水，那iliman suv温水。
suğak su 凉水 deymiz. 热水比如说 ben bir ıssık suda yuyunup çıkayım desem 我去洗个热水澡我去洗个热水澡 desek buludu. 热水 那 ıssık sunu köpürek içeyim suğak su içeyemem desek 多喝热水不要总是喝凉水多喝热水不要总是喝凉水 desek buludu. Anandan keyin mushu ıssiq suga putuңuzni chilab bersangiz yaxshi desek 多用热水泡脚有好处多用热水泡脚有好处 desek buludu. ıssiq su bilan qo'lingizni yuving suvoq suvga chiqilmang desek 用热水洗手不要碰凉水用热水洗手不要碰凉水好下面一个呢泡脚泡脚怎么写的呀一个3点水撇横折钩横折横竖弯钩脚呢撇横折钩横横横横竖撇折点横折钩竖经常有同学问我这个老师脚和put degan bu to'y bilan jovning farqi bor ayaga dasaydigan ya'ni jav deymiz uningdagi ustiga paqalchiq miyalarni to'y deymiz yerda turadigan yeri shu jav bo'ladi 那 putimizni suvga chilagan vaqtimizda 我们一般是泡腿的泡脚的ayaga dasaydigan yerni chilaymiz-ku 所以是泡脚那 chilash deb tushunsak bo'ladi 泡脚好下面一个运动运动运是一个云 anandagi一个走之底动呢也是一个云 anandagi bir dal li 运动deganimiz harakat qilish bek samirib ketibsiz harakat qiling desak 你太胖了运动运动吧你太胖了运动运动吧 degandek men bu shu harakat qilish bilan faqat ho'sham yo'q desak 我一点儿也不喜欢运动我一点儿也不喜欢运动 hayotliq harakat qilishda desak 生命在于运动生命在于运动 ertadan tortib men har kuni 2 soat harakat qilmasam 明天开始我要每天运动2个小时明天开始我要每天运动2个小时 desek bo'ladi 运动 harakat qilish 好下面一个千万千万撇横竖弯呢横横折钩撇千万deganimiz tuman ming shunaqmi 那其实千万niki bu yerdagi ma'nosi cho'qim yoki bo'lmasa hargiz deb tushunsak bo'ladi odatda chevandan keyingi shu ya yovni eklimiz yoki bo'lmasa buni eklimiz agarda 千万要 bo'lsa 那就是cho'qim qilim 那千万不要 yoki 千万别 就 qilmang degan bir xatni keyiniga kelgan bo'lsak 那就是 hargiz bo'ladi masalan ikkilisiga bir jumla tuzsak men yiningizda bo'lmagan vaqtimda cho'qim o'zingizning holingizdan yaxshi xabar eling desak 我不在的时候千万要照顾好自己我不在的时候千万要照顾好自己我不在的时候千万要照顾好自己然后呢bugun degan gapim cho'qim esingizda bo'lsin 你千万要记住我今天说的话你千万要记住我今天说的话 cho'qim degan vaqtimizda keyingi yo qattiqmi endi hargiz degan ma'nosida ikkita jumla tuzib baqsaq masalan ertadagi yig'inga hargiz kechikib qolmang bo'lsa 明天的会议千万别迟到明天的会议
千万别迟到。那u bir aldamchi uningga hargiz ishonma bo'lsa，他是一个骗子，你千万别相信他。他是一个骗子，你千万别相信他。这是不鲁短，千万要，千万别都可以。好，那下面一个呢？健身，健身。一个单人旁，然后建那个新建的幼儿园的那个建是吧？横折横横横竖，然后一个建字旁，身呢撇竖横折钩横横横撇。健身badan chiniqtirish. Men bir badan chiniqtirish kapsıdan birini bitirip koydum, kündü berip badan chiniqtirsam buludu. 我办了一张健身卡，可以每天去健身。我办了一张健身卡，可以每天去健身。Erteden tattıp, beden chiniqtirish uyiga berib, beden chiniqtirma desek, 明天开始我要去健身房健身。明天开始我要去健身房健身 desek buludur. Andan keyin hozir mushu badan chiniqtiradigan odamlar borgan siri jiqib ketib bordi desak, 现在健身的人越来越多了。现在健身的人越来越多了。Odamlar salomatligiga ahamiyat beradigan bo'ldi, shuning bilan chiniqishga boshladi desak, 人们开始注重健康，人们开始注重身体健康，也开始健身了。人们开始注重身体健康，也开始健身了。这是不多多啊。那这个피곤해서 페이지겐 siz odatda nemislarni qilasiz desa, men chiniqdim desak nima deymiz? 你身材真好，你是怎么做到的呀？你身材真好，你是怎么做到的呀？我健身，我健身，这是不多。好，健身会了吗？下面一个呢，器材，一个口要一个口，一个大一个点，yana bir口yana bir口，四个口中间一个全点和的，材呢一个木，然后一个材，器材的呢么aswab مثلا 什么什么器材مثلا مش健身的bilganda hozir健身器材yani chiniqish asboblari desak, masalan bu chiniqish uyininki chiniqish asboblari har xil sarxilgan desak, 这个健身房的健身器材各种各样啊，这个健身房的健身器材各种各样desak bo'ladi. Bu xil chiniqish asbobini men ishlatishni xumaydi ekanman, menga ko'z tutpasangiz bo'lamdi. 这种健身器材我不会用，你能给我示范一下吗？这种健身器材我不会用，你能给我示范一下吗？desak bo'ladi. Ondan bizningki mushu maliga birmuncha chiniqish asboblarini akapdi desak, 我们院子里拿来了很多健身器材啊，或者说安desak o'rin tutdi desak mi bo'ladi啊？我们院子里安了很多健身器材。安的biz birinchi darsda o'rganib bo'ldik, chunki ikkinchisida bu ham. 好，下面一个锻炼，一个金字旁，撇竖横横提撇横折弯，然后下面是一个右。练呢一个火，然后横撇折横折钩撇点啊。锻炼这个呢是chiniqmoq。那bu chiniqish bilan我健身badan chiniqish ikkisi o'xshashmi? 那其实锻炼身体bilan健身它还不太一样。Masalan biz odatda shu chiniqish asboblari bilan o'zimizni chiniqtirganimizni uni biz 健身 deymiz.
那锻炼deganimiz bu chiniqish bu cho'qim shu badan chiniqtirishdan boshqa masalan ro'yi holatdan boshqa holatlardan chiniqtirganni锻炼 deymiz. 比如说啊 bu yerdagi turmush nihoyatda jafoliqkan, lekin bumi eng yaxshi chiniqish bo'ladi biz uchun degan bo'lsa, 这里的生活很艰苦，但是对我们来说是一次很好的锻炼。这里的生活很艰苦，但是对我们来说是一次很好的锻炼。desak bo'ladi. Andan keyin锻炼身体 badan chiniqtirish deymiz-ku. 年纪大了就更应该锻炼身体. Yaşımız cho'ng bo'lib qolgan chog'da texmo badanimizni chiniqtirishimiz kerak. 年纪大了就更应该锻炼身体. 那 mushu bolanimi jafo chekkizib unda chiniqtirish kerak desak, 也应该让孩子吃吃苦，锻炼锻炼啊，也应该让孩子吃吃苦，锻炼锻炼。好，那下面一个呢？担心，担心，一个提手旁，一个日，一个横，是吧？然后一个心，担心 ansirash。siz nerede? Ben sizden bek ansiravattım. 你在哪儿？我很担心你。你在哪儿？我很担心你。desek bo'ladi. Ben o'zimdagi kelgusumdan faqat ansiramayman. 我一点儿也不担心我的未来。我一点儿也不担心我的未来。Men bolamniki yaxshi tomoq yeyotganmidi, yaxshi turayotganmidi deb ansirayapman, bek ansirayman desek, 我担心孩子能不能按时吃饭，或者说能不能好好吃饭啊，这个事情都顺不顺利等等啊。我担心孩子能不能好好吃饭，好好睡觉，其实都可以. Nimadan ansirsangiz担心. Dediki imtihonni yaxshi bermasligimdan ansirayapman desak, 我担心明天考试考不好。我担心明天考试考不好 desak bo'ladi. 下面费用，费用横折横，竖折折钩，撇竖，然后下面是一个贝，宝贝的贝。用呢撇横折钩横横竖。费用deganimiz расход xarajat deganda gap. 比如说turmush xarajati desak 生活费用deymiz, lekin odatda qisqartirib 生活费用deb qo'yamiz. Bu oydagi xarajatlar bek jiq chiqib ketdi desak, 这个月的费用很高。这个月的费用很高 desak bo'ladi. Masalan, shirkatniki bu oylik xarajati 10 ming qo'y bo'ldi desak, 公司这个月的这个费用是1万元。公司这个月的费用是1万元 desak bo'ladi. 这个费用deganimiz xarajat. 那么具体 mushu konkret nima费用, nima narsaning xarajati desak-chu, uningga mushu费用ning oldiga kelamiz. Turmush xarajati 生活费用啊。andan keyin 这个什么比如说出差费用 командировкаga chiqqandagi xarajat 出差费用 deganga o'xshasa, jiq vaqtlarda mayungni qisqartib 费了 deb ishlatadi. 好，这个会了吗？下面一个国家，国家 devlet. 竖横折钩横横竖横点横，然后家呢有一个家，点撇横钩横撇弯钩撇撇撇捺，国家。bizning davlatimiz nihoyatda ulug' desak, 我们的国家很伟大，我们的国家很伟大。下面呢报销，报销，一个提手旁横折钩竖，然后一个右。那销呢是一个金字旁，然后竖点点竖横折钩横横。报销deganimiz отчет qilish. 那masalan mushu komandirovkaga chiqqan
xarajatlarimni qachon отчет qilib bersizlar desak，我出差的费用什么时候可以报销？我出差的费用什么时候可以报销？Bugungi xarajatlarni或者说bugungi chiqimni erta moliyaga berib отчет qilsangiz bo'ladi desak，今天的开销你明天去财务报销。今天的开销你明天去财务报销desak bo'ladi va报销qilib beramsiz deb qo'yamiz odatda。报销就是说отчет qilib beramsiz，报销吗desak bo'ladi。好，下面一个呢，确诊。确诊，确是确定的确是吧？一个十，然后撇横折钩横横竖一个角啊。诊呢是一个言字旁一个人撇。确诊，确deganimiz aniq bo'lgan，诊deganimiz diagnoz。那确诊deganimiz diagnoz aniq bo'lgan diagnoz qo'yganni这个确诊deymiz。比如说dadamniki bu qitimliq kesilgan shu diagnoz qo'ydinglarmi desak，爸爸这次的病你们确诊了吗？爸爸这次的病你们确诊了吗desak bo'ladi va biz aniq diagnoz qo'yib bo'ldik. Sizda shu qon besim bilan borgan boshqa kasal yo'q desak，我们已经确诊了，你只是高血压，没有其他的病。我们已经确诊了，你是高血压，没有其他的病。desak bo'ladi，确诊。下面一个呢，慢性病。慢性病，一个竖心旁，一个日竖横折横竖竖，然后一个又一个竖心旁，一个生活的一个生，病呢是一个病字头啊，病字旁，然后横竖横折钩撇点。慢degan asta，性deganimiz xarakter。那 asta xarakterlik kasallarni慢性病deymiz。那比如说yuqori qon besim asta xarakterlik kasalga kiradi desak，高血压属于慢性病，高血压属于慢性病desak bo'ladi。那oppa mushu糖尿病bo'lib qolibdi，uningga bir mushu慢性病kartasi bijirib berdim desak，妈妈得了糖尿病。我给他办了一张慢性病卡，妈妈得了糖尿病，我给他办了一张慢性病卡。desak bo'ladi。下面一个呢，门诊，门起这个门是吧？点竖横折钩，诊呢一个言字旁，一个人撇啊。门诊deganimiz ambulatoriya。那比如说爸爸去医院了，dadam doktorxonaga bordi，那ben dadamdan telefon qilib so'radim，爸爸你在哪儿？ ben mushu ambulatoriyaniki 5-chi qavatida bo'lsa， 我在门诊楼5楼，我在门诊楼5楼啊。Andan keyin ancha cho'ng masala yo'q， shu ambulatoriyaga berib qarab ko'rinib baqsaq ham bo'ladi， 没有什么大问题，我们去门诊楼看一下就可以了。没有什么大问题，我们去门诊楼看一下就可以了。yaxshimisiz ambulatoriya qayerda？你好，请问门诊楼这个 ambulatoriya binasi ya？ 请问门诊楼在哪里？请问门诊楼在哪里？desak bo'ladi。Andan 开横撇竖啊，这个开字我们以前也学过，只不过是各种各样子的意思。那么在这个地方啊，跟 kisal bilan munosabatlik bo'lgan chaqda， 那么就是说yozmakdan do'qiliqi mushu dori kesib berish, dori yezib berish deganni 开药deymiz。开证明degandek yezib berish， masalan isbot yezib berish， 开证明。Sizga ozroq dori yezib berdim, shu dori bo'yicha
shu yazg'inin bo'yicha davrini vaqtida yesangiz tezdan saqayib ketasiz desak, 我给你开了一些药，只要你按时吃药，很快就会好起来。我给你开了一些药，只要你按时吃药，很快就会好起来。desek bo'ladi. Ha, endi bu ustidagi so'zliklar tugabdi. Ostida 3 dal nim bor ekan. Unda 专有名词。第一个萝卜麻茶，萝卜麻茶deganimiz Lopnur kendirchi. Lopnur kendirchining nimaga foydasi bor desak, shu qon besimlarga yaxshi foyda qiladi. 那你就说多喝萝卜麻茶对高血压有好处，或者说多喝萝卜麻茶可以降血压。不然降血压的不然的话，多喝萝卜麻茶可以降血压。这是不多。城乡是shahar的意思，对吧？居民deganimiz aholisining nimasi基本 asosiy， 然后呢医疗 davolanish 医疗啊保险 sug'urtasi， 那这个我们应该都知道。qisqartib医保 deymiz ғой。社会保障卡 deganimiz ijtimoiy kafolat kartasi， 这个我们呢都知道啊，简称就是我们所谓的这个社保卡的qo'yimiz ғой。好，那我们xusa bugungi so'zligimiz tugadi， 跟老师呢一起读一下。严重，严重，最好，最好，住院，住院，不然，不然，危险，危险，下周，下周，女儿，女儿，但是，但是，耽误，耽误，记着，记着，按时，按时，饮食，饮食，清淡，清淡，水果，水果，晚饭，晚饭，尽量，尽量，降血压，降血压，作用，作用，注意，注意，每天，每天，热水，热水，泡脚，泡脚，运动，运动，千万，千万，健身，健身，器材，器材，锻炼，锻炼，担心，担心，费用，费用，国家，国家，报销，报销，确诊，确诊，慢性病，慢性病，门诊，门诊，开，开，萝卜麻茶，萝卜麻茶，城乡居民基本医疗保险，医保，社会保障卡，社保卡，社会保障卡，社保卡。好，那今天我们的作业呢，就是后半部分今天所学的这个生词，每一个写2行，选择其中的10个造句。那今天的课我们先上到这里，我们下一期再见。